Ayni vaqtda soat millari kechki 9 bo'limga shoshilinch ravishda nostabil stenokardiya bilan bir bemor olib kelindi. Bemorni zudlik bilan koronarografiya tekshiruv amaliyoti amalga oshirildi va amaliyotda o'ng koronar tomirining proksimal qismida oklyuziyasi hamda chap koronar tomirining o'zak qismida deyarli 95% to'rayish aniqlangan. Hurmatli kuzatuvchilar, xabarlaringiz bor, Ar-Rozi klinikasida kardioxirurgiya va intervension kardiologiya xizmati tunu kun ish faoliyatini olib boradi. Ayni vaqtda soat millari kechki 9 bo'limga shoshilinch ravishda nostabil stenokardiya bilan bir bemor olib kelindi. Bemorni zudlik bilan koronarografiya tekshiruv amaliyoti amalga oshirildi va amaliyotda o'ng koronar tomirining proksimal qismida oklyuziyasi hamda chap koronar tomirining o'zak qismida deyarli 95% to'rayish aniqlangan. Demak, yurakning ish faoliyati shu chap koronar tomirdagi 5% qolgan prosvet hisobiga ishlab turibdi. Bu holatda albatta shoshilinch ravishda koronar shuntlash jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma hisoblanadi. Bemorimiz erkak kishi, 70 yosh. Shuning uchun ayni vaqtda bemorni hozir zudlik bilan operatsiyadan oldin o'tkazilishi kerak bo'lgan tekshiruvlar o'tkazilmoqda hamda yaqin vaqtlar ichida, yaqin yarim soat davomida bemor ochiq jarrohlik amaliyotiga olinadi hamda bemorga koronar shuntlash jarrohlik amaliyoti amalga oshiriladi. Soatimiz tungi soat 23:30, to есть 11:30. Demak, bemorni zudlik bilan, ya'ni ekstreniy operatsiyaga oldik. Bemorga koronar shuntlash jarrohlik amaliyoti rejalashtirilgan. Operatsiyamiz sun'iy qon aylanish apparati, ya'ni va kardioplegiya условиясida amalga oshirilmoqda. Savol tug'iladi, nimaga sun'iy qon aylanish apparati, nimaga kardioplegiya yordamida deb turib. Avvalambor sizlarga yuqorida aytganimdek, bu zudlik, to есть shoshilinch bilan ekstreniy operatsiya qilinyapti. Bunday holatlar hamda chap koronar tomirining o'zak qismida 95% to'rayish bo'lganligi uchun bemorning xavfsizligi uchun va jarrohlar jamoasi, ya'ni operatsiyada ishtirayotgan jamoani xotirjam ishlashi uchun bunday holatlarda sun'iy qon aylanish apparati hamda kardioplegiya yordamida qilingan operatsiya bu eng optimal variant hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda hech qanaqangi ekonomiya, hech qanaqangi oksigenatorda ekonomiya qilish haqida umuman xayolga borish kerak emas bu yerga. Bemorning xavfsizligi uchun xuddi shu taktika bilan jarrohlik amaliyoti amalga oshirilishi kerak. Bemorga demak 3 ta koronar tomirni shuntlash rejalashtirilgan. Hozir xudo xohlasa 45-1 soat ichida nasib bo'lsa tugatamiz operatsiyani. Demak, 2 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti yakunlandi. Bemorga rejalashtirilgan amaliyot to'liq amalga oshirildi. Ya'ni bemorga koronar shuntlash jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Ayni vaqtda bemor reanimatsiya bo'limiga o'tkazildi. Shu o'rinda men yana bir yuqorida aytgan so'zlarimni dublировать qilmoqchiman. Koronar tomirining o'zak qismini 90-95% to'rayishi bilan bemor, ya'ni nostabil stenokardiya bilan klinikaga tashrif buyurganda, agar bemorni shoshilinch ravishda jarrohlik amaliyotiga olishni rejalashtirilayotgan bo'lsa, albatta bemorga ushbu jarrohlik amaliyotini ishlab turgan yurakda emas, balkim sun'iy qon aylanish apparati yordamida amalga oshirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ha, to'g'ri. Bunday holatda ishlab turgan yurakda ham amalga oshirsa bo'ladi, lekin sizlar bir narsani tushuningizlar, bu
shoshilinch jarrohlik amaliyoti va shoshilinch jarrohlik amaliyotini o'ziga xos tartib qoidalari bor. Omon bo'linglar.